robot mashinalari. Terrini to'xtatish. Salom klinik, xayrli kun. Xayrli kun. Xayrli kun. Xayrli kun, Poli. O, bu nimasi Spooky? Yana to'xtash chizig'idan o'tib ketdingmi? Bu juda xavfli-ku. Voy, to'g'ri aytasan. Endi men bora qolay, Poli. Ko'rishguncha Spooky. Ko'rishguncha Poli. Ko'rishguncha Scooby. Kuning xayrli o'tsin. Salom. Ishlaring juda ko'pmi deyman? Odatiy nazorat ishlari. O'zi yaxshimisan? Hammasi joyida. Axir men shahardagi eng zo'r taksiman-ku. Biron kor holi bo'lsa, darhol menga xabar ber. Albatta, xavotir olma, Poli. Ko'rishguncha, kuning xayrli o'tsin. Brums maydoni, g'arbiy darvoza. Yong'in bartaraf etildi. Rahmat senga, Roy. Sensiz yong'inni o'chira olmasdik. Arzimaydi. O'z vaqtida yetib kelganim yaxshi bo'ldi. Bundan keyin ehtiyot bo'linglar. Xo'sh, Bruner, ahvoling yaxshimi? Yo'q, Roy. Ba'zi muammolarim bor. Hech narsaga tegmadim ekanmidim? To'g'ri. Endi nima qilaman? Xavotir olma. Ember yordamga kelyapti. Xayrli kun, Ember. Xayrli kun, Helli. Qayerga shoshyapsan? Qurilish maydoniga. Bruno shikastlanibdi. Rostdanmi? Unda tezroq borishing kerak. Ha, albatta. Ko'rishguncha xayr, Helli. Ishlaring omad. Xayrli kun, Elli. Xayrli kun. Favqulodda telefon xizmati ishdan chiqdimi? Ha, u ishlamay qoldi. Nosozlik haqida xabar berishga ham imkonimiz yo'q. Juda ham xavotirdaman. Men ham xavotirdaman. Nimasini aytay? Hammadan ko'proq men xavotirdaman. Haligi- Yo'q, men ko'proq xavotirdaman. Men. Shoshmay turing, Men do'stlar. xavotirdaman. Bahslashishga hojat yo'q. Telefonni hozir sozlab qo'yaman. Xo'sh. Mana bunday. Ana hammasi joyida. Ishlayaptimi yo'qmi hozir tekshirib ko'ramiz. Qutqaruv markazi ishladi. Yuli, meni eshityapsanmi? Ha, eshitib turibman. Hatto seni ko'ryapman. Juda soz. Demak ish bitdi. Barakalla, Helli. Rahmat. Bu yerda ish bitdi. Ortga qaytaman. Ko'rishguncha xayr. Ko'rishguncha xayr, Helli. Xayrli kun. Xayrli kun. Xayrli kun. Xayrli kun. Ana xolos, shu yetmay turganda. Nima bo'ldi, Terri? Hech qisi yo'q. Orqa tomondan arzimagan to'qnashuv. Ehtiyot bo'lish kerak. Albatta. Endi konteynerni tushirib olinglar. Qutqaruv markazi. Biz qaytib keldik. Juda soz. U holda axborot bering. Hammasi joyida, ammo qurilish maydonchasida yong'in chiqqani haqida eshitdim. Shu to'g'rimi, Roy? Ha, to'g'ri, ammo yong'inni tezda o'chirdim. Bruno o'tda kuyibdi deb eshitdim. Uni ahvoli yaxshimi? Ha, ancha yaxshi. Biroz kuygan, lekin tez orada sog'ayib ketadi degan umiddaman. Juda soz. Muammolar hal bo'ldi. Favqulodda telefon xizmati nosozligi ham bartaraf etildi. Shahrimiz uzra tinch, osuda vaziyat hukmron. Tayyor. Mana endi yo'lga tushishim mumkin. Faqat ehtiyotkorlikni unutma. Yo'ling bexatar bo'lsin. Rahmat.
Burilish. Biroz tezlikni kamaytirish lozim. Voy, bu nimasi bo'ldi? To'xtash tizimi ishlamayapti. Voy! Bugun tarqatiladigan jo'natmalar juda ko'p ekan. Ehtiyot bo'l! Bu nimasi? Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti o'zi? Xo'sh, bugunchalik ishlar tugadi. Qolganini ertaga davom ettiramiz. Ha, albatta. Barcha yo'limdan qochsin. Ehtiyot bo'ling. Aftidan bahaybat bir narsa yeldek uchib o'tib ketdi. Ehtiyot bo'l, ko'p. Kechirasan oshna. Birontangiz to'xtashimga yordam bering. Vaziyat jiddiy. Qutqaruvchilarga xabar berish kerak. Hozirroq. Qutqaruvchilar markazi ishladim. Xayrli kun, Kep. Juli, halokat yuz berdi. Terry'ni hayoti xavf ostida. Nima? Tushuntiribroq gapir. Diqqat. Terry yordamga muhtoj. Bunda qandaydir nosozlik bor. Bu Terry va boshqalar uchun ham xavfli. Qutqaruvchilar, tezda yordamga shaylaning. Bo'ladi. Terry'ni qayerdaligini aniqla. Xo'p bo'ladi. Meni to'xtatinglar. Ha, uni ko'ryapman. Poli, u shosсе bo'ylab Stonebridge Street tomon harakatlanmoqda. Tushunarli, Halli. Poli, tezroq Stonebridge Street 7 ga borib, Terry'ni o'sha yerda to'xtatishimiz kerak. Ha, uni o'sha yerda to'xtatamiz. Halli, biz Stonebridge Street 7 ga boramiz. Hozircha Terry'ni kuzatishda davom et. Hammasini tushundim. Terry! Halli, to'xtashim amri mahol. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Xavotir olma, Terry. Qutqaruvchilar yo'lga chiqishgan. Sen faqat to'g'ri yo'ldan yurishga harakat qil. Mayli. Tayyorman. Tayyorman. Halli, Terry qayerda? U balandlikdan tushib boryapti. Tushunarli. Roy, Amber, tayyormisizlar? Ha! Voydon! Ehtiyot bo'linglar! Boshladik. Amber, arqonni mahkamroq ushla. Harakat
Hammasi joyida. Nihoyat to'xtadim. Demak, men birinchi yordamni ko'rsatdim. Ammo texnik nazoratdan o'tish shart, Terry. Rahmat senga, Ember. Og'ir vaziyatda qutqarib qoldingiz. Barakalla do'stlar. Sizlar bo'lmaganingizda ahvolim qanday kechishini tasavvur ham qila olmayman. Barchangizga katta rahmat. Arzimaydi, Terry. Muhimi hammasi yaxshilik bilan tugadi. Xuddi shunday. Terry, yordam kerak bo'lsa, biz doim tayyormiz. O'zing guvoh bo'lding. Biz uyaltirib qo'ymaymiz. Albatta. Sizlardan cheksiz minnatdorman do'stlar. Yoho! Terryni xavfdan qutqardik. Kunimiz besamar ketmadi. Xuddi shunday. Rahmat sizlarga. Robot mashinalar. O'raga yaqinlashma. Bu nimasi bo'ldi? Qaruv markazi, Juli eshitadi. Juli, Eshitaman, janob. Juli. Vaqtni boy bermaslik lozim. Qayerdadir suv quvuri yorilgan. Nima? Nosozlikni aniqlash uchun yerni kavlayapmiz. Yerni kavlamasdan nosozlikni aniqlaydigan biror zamonaviy qurilma bordir sizlarda. Albatta, yer osti quvurlarini nosozligini aniqlovchi detektor aynan shunday holatlar uchun yaratilgan. U qanday detektor aka? Detektor yordamida quvurlardagi nosozlik juda tez aniqlanadi. Biz uchun ayni muddao. Bekorga yerni kavlab vaqtni ketkazmaymiz. Uni bizga yubora olasanmi, a? Albatta. Hozir Xelli uni sizga yetkazadi. Parvozga shaylanamiz. Hellini ko'ryapman. Quvurda nosozlik. Topdim. Quvur nosozligi mana shu yerda. Qani Pauh, shu yerni kavlachi. Mana bu yerda. Pauh, chetga qoch. Voy! Qo'ying. Ancha ter to'kishga to'g'ri keladi shekilli. Qani? Mana shunday. Tuproqdan yana olib kelaymi? Yo'q, yetarli. Yaxshisi o'rani sement bilan to'ldirgan ma'qul. Tuproq juda yumshoq. Xullas, Mikki hademay sement keltiradi. Kimdir o'raga qarab turishi kerak. Bu vazifani kimga ishonib topshirsam ekan? Menimcha bu ishni Brunerga ishonsak bo'ladi. Yaxshi, u holda Brunerni qoldiramiz. Faqat unga ayt. Ko'z quloq bo'lib tursin. Sement to'liq qotmaguncha o'raga qadam bosib bo'lmaydi. Bu juda xavfli. Barchaga ko'rinib turishi uchun maxsus belgi o'rnataman. Diqqat, yaqinlashmang. Mana bu boshqa gap. Juda soz. U holda men boshqa obyektga boraman. Ko'rishguncha xayr. Ko'rishguncha. Aylan bir zum tinmasdan sementni ko'tar quruvchilar, quvnoq Mikki manzil sari oshiqar. Barchaga xayrli kun. Xayrli kun, Dampo. Bruner, nimaga bu yerga kopta olib kelding? Yaqinda musobaqada ishtirok etaman. Shuning uchun mashq qilyapman. Quloq sol, Bruner. Mikki sement olib kelib o'rani yamab ketadi. Nima bo'pti? Mikki sement olib kelib o'rani yamab ketadi. Tushunarli. 1 2 1 2. Mikki o'z ishini bajarib, so'ng qaytib ketadi. O'raga hech kim yaqinlashmasligi lozim. Tushunarlimi? 10 11. Bruner, nima demoqchiligimni tushundingmi? Bo'lmasamchi, bundan oddiy ish bor ekanmi? Nima qilsam ekan? Axir u menga umuman quloq solmayapti-ku. Gaping to'g'ri.
Bilmay qoldim. Mayli, men ketdim. Biroz shoshmadan bu. Men nima qilishim kerak? Sen meni ortimdan yur. 15. Voy. Yo'q, shoshmasang-chi. Aylan bir zum tinmasdan sementni ko'tarib quruvchilar. Voy, nega bu yerda hech kim yo'q? Axir ularga sement bilan ishlash qandayligini ko'rsatmoqchi edim-ku. Afsuski hech kim yo'q. Ammo men o'z ishimni qilaman. Orani sement bilan to'ldiraman. Ozgina yetmay qoldi. Qo'shimcha sement olib kelishim kerak. O'z ishimni qanchalik yaxshi ko'raman. Qani olg'a aylan, bir zum tinmasdan aylan. Kechirasiz. Ish boshdan oshib yotibdi degandingiz, to'g'rimi? Ha, rostdan ham shunday. Ish juda ko'p. Unda nega men bo'sh turibman? Senga ham navbat keladi, Max. Heli, koptogimni uzatib yubora olmaysanmi? Bu nimasi? Axir sen bu yerda bo'lmasliging kerak edi-ku. Broner, shu o'yin qaroqligingni qo'ymading-da. Ora nima bo'ldi? Ora? Aytgancha ora. Musobaqaga tayyorlanish kerak, ammo topshiriqni ham unutmaslik lozim. To'g'ri. Kech bo'lmasidan tezroq o'rningga bor. Mayli. Koptogimchi? Xavotir olma, koptoging menda. Qurilish maydoniga koptok olib kelish man etiladi. Birovni koptogini olib qo'yish yaxshi emas. Voy, yordam bering, cho'kyapman. Sementga cho'kib ketyapman. Yordam bering. Kimnidir hayqirig'ini eshityapman. Bu Bruner ovozi. Broner tag'in bir baloni boshlagan ko'rinadi. Hozir o'zim aniqlayman. Yordam bering. Bruner! Yordam bering. Keli, men bu yerdaman. Yordam ber. Juli, Helidan hech qanday xabar yo'qmi? Yo'q, xabar yo'qligini o'zi biz uchun yaxshi darak. Yangi detektor yordamida hammasi yaxshi bo'ladi. Men bunga aminman. Heli, yangi detektorni maqtashni bas qil. Qurilma ajoyib ishlashini juda yaxshi bilaman. Juli, hozir u haqda gapirishni mag'rida emas. Muammo tug'ildi. Bruner sement qo'yilgan o'raga tushib ketdi. Nima? Tezroq yordam bering. Bu qanday yuz berdi? Tezroq yordamga keling. Sement qotib qolyapti. Xo'sh, hammasini eshitdingizmi? Tezda voqea joyiga yetib boring. Xo'p bo'ladi. Yo'q, tortib ololmasang, shu yerda umrbod qolib ketaman. Bo'lmag'ur gaplarni gapirma, Bruner. Yo'q, nahotki shu yerda umrbod qotib qolaman. Bilasanmi? Ayb menda. Bu yerga o'zim qarab turishim kerak edi. Bechora Broner. Ana ular. Tayyorman. Tayyorman. Yordam bering, tezroq. Yuzi qismi qotib bo'lgan. Agar Brunerni tortadigan bo'lsak, unga shikast yetishi aniq. Menga yordam bera olmaysizlar. Endi hammasi tamom. Tinchlan, Broner. Biron chorasini izlab topamiz. Kuchli suv otilishi eng xavfsiz yo'l. Kuchli suv otilishi? Ha, kuchli suv otilishi hatto uni yerdan osmonga ko'tardi. Shundaymi?
Mayli, u holda ishga kirishamiz. Roy, tayyormisan? Har doimgidek tayyorman. Burg'ulab, chuqur o'ra hosil qilaman. Kuchli suv otilishi biroz xavfli. Ehtiyot bo'linglar. Ha, ehtiyot bo'ling. Hozir yordam beradi. Hech narsa o'zgarmaydi. Sho'rim qursin. Endi nima qilamiz? Endi suv tugab qoldi. Quvurdagi uzilishlar tufayli suvni to'ldira olmagandim. Rostdanmi? Bu haqiqiy muammo. Suvni qayerdan topsak bo'ladi? Tezda yong'inga qarshi suv purkagi jo'mragini topishimiz kerak. Bu bilan Helli shug'ullanadi. Helli, yong'inga qarshi suv purkagi jo'mragini topa olasanmi? Yaxshi, bir pasda topaman. Ana, men uni ko'ryapman. Roy, hammasi tayyor. Tushundim, Poli. Mana hozir. Hozir u otiladi. Bruder! Yordam bering! Bruder! Yordam bering! Voy! Voy! Bruder, nima bo'ldi? Sog' salomatmisan? Shunaqaga o'xshaydi. Faqat hech qayerimni qimirlata olmayapman. Xavotirlanma. Buni hoziroq hal qilamiz. Qani, qolganlar chetga qochib turing. Xo'sh, endi nima deysan? Hammasi joyida. Hatto raqssam bo'ladi. Mana bu boshqa gap. Brunerning hech qanday muammosi yo'q. Demak, unga koptog'ini qaytarsak ham bo'ladi. Rahmat. Endi mazza qilib koptok o'ynay olaman. Qoyil, juda yaxshi ish bo'ldi. Ha, juda yaxshi ish bo'ldi. Uni chempion bo'lishiga aslo shubha qilmayman. Rahmat sizlarga do'stlar.